Manzaramiz nima deyapti? Manzaramiz quyosh botishini ko'rib mazza qilib yashaymiz deyaptimi? Oh. Shundoq quyosh botishini ko'rib, bu tarafdan esa quyosh turishini ko'rib yashaydigan kvartira ekan. Ikkala tomondan quyosh tushadigan kvartira ekan, 4 xonalik. Hozir bu tarafni ham ko'rsataman. Skvoznoy planirovka. Mana bu kirib kelish eshigimiz. Hozir manzarachani ko'ramiz. To'g'risini aytaman, o'zim orzu qiladigan hudud. Balkon bor. 9 qavatlik taniqli domlar. Mana bu Beruniy ko'chasi. Bu taraf pavorot. Hop. Marhamat. Bu taraf vokzal. 6-qavatda biz. Yana 3 ta qavat bor tepada. To'g'rimizda domlar qurilyapti. Samarqand ham ancha rivojlanib bormoqda. Bog'shamol City hamda elitni domlar qurilyapti mana shu joyda, pavorotni yaqiniga. Obzorimizni endi boshlasak bo'ladi. 4 xonalik kvartira sotuvga chiqdi. Lokatsiyani ko'rsatib o'tdim. Shunchaki dahshat joyga joylashgan. Eski Beeline deydi. 6 qavatlik emas, 9 qavatlik eski domlar. 6-qavatida biz mana shu eshigimizdan kirib kelamiz. Kattagina prixoshkamiz bor. Prixoshka hamda koridorlar to'liq tosh terilgan ekan. Mana shu joyga bitta prixoshka mebel kattagina qilsagan bo'lar ekan. Xo'p, 4 ta xona. Skvoznoy planirovka. Bu tarafga sanuzel hamda oshxona, balkonni ko'rdik. Hozir bir tarafdan boshdan ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Birinchi xonamiz. Bu tarafda xonalar hammasi pollari ba'zi joylarga g'ishir-g'ishir qilyapti mana bu joylarga. Endi laminat shunaqa bo'ladi. Yangilash kerak yoki qaytadan olib tagini kliklab yopishtirish kerak. Yumshoq mebel, televizor, mana bu yerda balkonchamiz bor. Menimcha mana bu joyni yopganlar. Shunga o'xshayapti. Radiator bor, konditsioner ko'ryapman. Akfa, alyumin hamma joyda. Keyingi joyimiz ikkinchi xona. Mana bu joyga ham kladovka yoki yana bitta shkaf qilsagan bo'lar ekan. Ikkinchi xonamiz. Birinchi yotoqxona hisob bo'yicha shkaflarimiz bor. Kravat hamda boynagi balkonni ikkinchi yarmi mana shu joyda joylashgan. Marhamat, radiator, jaluzi parda qilgan ekanlar. Mana shuni ochib qo'ysa agar yorug'lik kiradi. Xo'p, mana shundoq. Devor tomon. Mana bu tomonim devorimiz, parkovka, bolalarga maydon, hammasi bor. Fresko, tagimizda Fresko kafesi joylashgan. Bu joyni bilganlar shundoq havas qiladi deb o'ylayman. Ikkinchi yotoqxonamiz, kattalarga shkaf, turimo. Xo'p, mana o'rtamizda kravat bor ekan. Mana bu derazaning tashqarisi boynagi katta balkonimizning davomi. Hozir balkonni yopsak ham bo'lar ekan. Balkonni yopib yana bitta kladovka yoki xona qilib ishlatsak bo'lar ekan. 3 ta xonani ko'rdik. Xo'p, 4-xonamiz mana bu yerda joylashgan. Kirib kelganda to'g'riga o'tib ketdik. Ichma-ich 3 ta xona bo'lar ekan. Mana bu 4-xonamiz. Buni yana bitta zal qilib qo'ygan ekanlar. Ikkinchi konditsionerimizni ko'ryapman. Yumshoq mebellar, xon taxta, televizor zonasi va mana bu yerda ham radiatorimiz bor. Akfa, alyumin, derazalar. Hozir balkondan ham ko'rsatib tushuntirib o'taman. Xo'p, zamonaviy yaxshi akfadan eshik qo'ygan ekanlar. Yaxshi, nimaiki bu nam tortmaydi, uzoq muddat xizmat qiladi. Sanuzilimiz birlashgan to'liq kafilda. Mana shunday qilib sharoitcha qilgan ekanlar. Oshxona zonasi. Oshxonani hozircha mana shu joyda kir yuvish mashinamiz, mana stol suyunchalar bor, xolodilnik, plita. Endi mana bu joyga yaxshigina kuxoning garnitur yasab olsak, a'lo daraja bo'lar ekan. Boyagi balkoncha zonasi, mana ko'tarib suyda joylashgan. Tashqaridagi ko'rinish va mana bu tarafda yana balkon, ochiq balkon. Birinchi derazamiz boyagi kattalar yotoqxonasi, mana bu ikkinchi derazamiz zalniki. Xo'p, katta kvadratlik 100 kvadrat ziyod chiqadi deb o'ylayman, hammasini hisoblasak.
To'rxonalik skvoznoy planirovka eski dom, 9 qavatlik, 6-qavatida mana shunaqa kvartirachamiz sotuvga chiqqan. Narxini 75 ming deyaptilar. Savdosi albatta bo'ladi. Tezda sotiladi. Katta oilalik, mana shunaqa joyga yashayman, mazza qilib yashaymiz degan insonlarga a'lo darajadagi kvartira. Shuni kiramiz, yashaydigan sharoitda qilib qo'yganlar. Xo'p, kamchiligi bor, kamchiligini qilib olamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha bizlarni kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat.